Assalomu alaykum qadrli bizni kuzatib boruvchilarimiz. Xudo xolasa yangicha g'oyalar bilan yangicha ishlovlarni boshladik. Xudo xolasa bizda o'sha qilayotgan deko fasonimiz uchun bir kamlik emas, birdan o'rinli bilan hisob-kitob olyapmiz. Birdan o'rinimizga 580 razmerda turba ketyapti. O'rindig'i, masalan, orqa suyangi, orqa oyog'i, suyangicha hammasi bo'lgan holatda ketayotgan общий razmerimiz 580 tashkil qilyapti. 580 razmerimiz narxi 6500 so'mdan 1 metr turbamiz, 1 metr turbamiz shunaqa holatga bo'ladigan bo'lsa, endi biz 6 metrga ko'paytirib beryapmiz. 6 metrlik turbamiz qiymati 35 ming so'mga to'g'ri kelyapti. Bunda endi bizda misol uchun ishlatilgan yonboshdagi simlarimiz, misol uchun tagida yubka shakliga ishlatilgan simlarimiz, общий ketayotgan metri 4 metrga borib bormaydigan holat bo'ladi, lekin biz 4 metr deb hisoblaymiz buni ham. 4 metr deb hisoblaymiz. 4 metrni ko'paytiramiz endi. Narxi misol uchun hisob-kitobimiz bo'yicha 1600 so'mga to'g'ri kelyapti. 1600 so'm bo'lsa 6400 so'mga to'g'ri kelar ekan 4 metri. Xo'sh. Общий hisob 6400 so'm deymiz. 6400 so'm. Endi shu ikkala qiymat bo'yicha biz ketayotgan stulimizni karkas holatiga keltirib oldik. Endi hisob-kitob bo'yicha o'zi aslida o'sha qilayotgan ishimizni ish boshlashdan oldin dastlab go'lik holatdagi karkasimizni taroziga qo'yib olish kerak bo'ladi. Taroziga qo'yilganda chiqib turgan og'irlik kilogrammi, masalan, bizni birinchi qo'ygan vaqtimizda 5 kg 700 tashlab kelgan. 5 kg 700 minutga so'rab qilib turamiz. 5.700 deymizda, 700 deymizda bunga so'rab qo'yib qo'ya turamiz. Vaqtincha. Bu nimaga? Chunki bu og'irlik qiymatini chiqarib olish, og'irlik holatini chiqarib olish uchun. Endi bunda masalan to'qilgan holatidagi karkasni ham bitta qo'yib ko'rilsa, masalan, ishlatilgan mahsulot qancha qiymati ketayotgani, qancha kilogramm ketayotgani bilinadi. Deylik, bunga misol uchun o'rtacha hisobda 1 kg 800 dan 2 kg gacha bo'lgan holatda kilogramm material ishlatamiz. 2 kg deb yozamiz. Endi bu yerda общий hisob, grup hisob bo'lyapti. 2 kg ko'paytiramiz. Narxi 23 ming so'mdan. O'rtoqlar. 23 ming so'mdan bo'ladigan bo'lsa, buning natijasi 46 ming so'mga to'g'ri kelyapti. Ikkilasi 46 ming so'm. 46 ming so'mning ichida biz o'sha ishlatilgan materiallarimiz, masalan, buning ichida masalan yarim oy simoni bor, misol uchun lenta simoni bor, shunga o'xshab materiallar ketyapti. Endi bu yerda o'sha hisobimiz bo'yicha bitta stulga ketayotgan, karkasga ketayotgan turba mahsuloti, sim mahsuloti va o'rnatilgan ratan mahsulotlari bo'lyapti. Endi bu yerda hozir biz hisob-kitob bo'yicha rasxodlarni ko'rib oldik. Endi melkilarga qaramaymiz. Masalan, bu ichida hisob-kitob bo'yicha nima desak bo'ladi? Misol uchun noshkasi, ishlatilgan o'qi, masalan, nima deydi? Yana svarkaga ketayotgan simi, shunaqa hisob-kitobni qilmaymiz, lekin plus-minusga rasxodlarning ichiga 10 ming so'm qo'shib qo'yamiz, taxminan. 10 ming so'm qo'shib qo'yamiz. 10 ming so'm qo'shib qo'ydik. Endi bu yerda hozir karkasni noldan qilib beradigan ustiga 25 ming so'mdan haq beryapmiz. 25 ming so'mdan beradigan haqimiz u bizga qilayotgan ishi detal turba holatligida turbani o'zi kesadi, razmerga bukadi, svarka qiladi, shablonga qo'yib, bizga kraska ham beradi. Polni hisob-kitob bo'yicha karkasshik deb yozamiz. Karkasshigimiz 25 ming so'm xizmat olyapti bizdan. 25 ming so'm xizmat olyapti. Endi buni to'quvga agar mabodo biz o'zimiz oilaviy chiqaramiz deydigan bo'lsak, oilada o'zimiz qilayotganimiz hisobiga oiladagilarga haq bermaymiz o'z-o'zidan, lekin biz tashqaridan ishchi olib kelib ishlatib turgan bo'lsak, to'quv deymiz managa. To'quvga donasiga 50 ming so'mdan haq beramiz. 50 ming so'mdan. Endi общий hisob-kitobni hozir kellada qilolmayman. Telefondan foydalangan holatda biz hozir hisob-kitobni chiqaramiz. Assistentlarimiz bizga yordam beryapti hozir. Vaqtincha pauza qilib turamiz. Hisob-kitoblarimiz bo'yicha 172 ming 400 so'mga to'g'ri keldi. 172 ming 400 so'm dedik mana. Hisob-kitoblarimiz bo'yicha 172 ming 400 so'mga chiqdi. Endi bu yerda hozir bizga tayyor bitta stulimiz. Xo'sh, tayyor stulimizni hozir ko'rsatamiz. Tayyor stulimiz shunaqa holatga kelgan. Tayyor stulimiz. Endi buning ichida hozir hisob-kitoblarimiz bo'yicha karkas holati, keta turgan sim, yoqasiga sim qo'yilgan, yubkasiga sim qo'yilgan bu yoqda. Turba mahsulotlari va o'sha ichidagi temir mahsulotlarini hisob-kitobini qildik. Doskaga yozib ular. Keta turgan materiallarni hisob-kitobini qildik. Общий kilogramm chiqdi. Chiqqan natijamiz bizda hamma narsa razmerlari yozilgan. Narxlari bilan yozilgan ko'rsatib, bu yerda hozir общий hisob bo'yicha 172 ming
400 so'mga hisob kitob bo'lyapti. Endi buni biz misol uchun sotuvga, masalan, Donabek olaman deydigan bo'lsa, narxlarni o'z-o'zidan bu narsani qiymatini, xo'sh, bu yerda yon tomonda yozamiz. Tayyor mahsulotni narxi endi misol uchun boshlang'ich narxi masalan 300 ming so'mdan boshlanadi. 300 ming. 300 ming so'm narx aytiladi. Bu Donabekga sotilayotgan odamga. Masalan, kimdir aytishi mumkin, masalan, er-xotin ishdan keyin masalan, yo bo'lmasam xonada o'zimiz gaplashib o'tirishga boshqaga deb turib 2 dona sotib olaman deyish mumkin. 2 dona sotib olaman deganda, demak biz uni narxini 300 ming so'mdan aytishimiz kerak bo'ladi. Hisob kitobimiz bo'yicha 180 ming deganimizda 300 ming so'mdan 180 ming deydigan bo'lsak 120 ming so'm sof daromadimiz qolyapti bizga. Qolayotgan daromadimiz bu Donabekga bo'lgani. Endi o'sha hisobda misol uchun bu narsani kimdir kombinatsiya turlar o'zgartirishi mumkin. Sababi holat mavzusiga bo'ladiki, masalan, kimdir kafega, masalan, yo bo'lsam qanaqadir klublarga bir narsalarga olishi mumkin. Ularni o'zlarining fantaziyasi bo'yicha stullar shunaqa bo'lishi kerakki, faqat o'rtadagi stoli boshqacha bo'ladi. O'shaning hisobiga masalan kimdir kombinatsiya shuni faqat stulning o'zidan kerak deyishi mumkin. Narxda o'sha imkon qadar bu narsaga olib kelib qo'ymasligi uchun, masalan, o'rtada foydalanishligimiz uchun masalan 180 ming so'mgacha keltirib bersak bo'ladi. Masalan, ko'proq olayotgan odamga mana ko'p deb yozib qo'ying, men aytgan. Mana ko'p olganga deb yozdik. 100 deyman, 280 ming so'm. 280 ming. 280 mingga keltirib beramiz. Endi shunda ham o'rtacha hisobda biz 108 ming so'm atrofida daromad ko'ryapmiz bir dona ishlovimizdan. Demak, hozir hisob kitoblarimizga qaraydigan bo'lsak, hisob kitoblarimizda birinchi o'rinda ketib turgan turba mahsulotimiz, ikkinchi o'rinda ketib turgan sim mahsulotlarimiz, uchinchi o'rinda ishlatib turgan materialimiz, ustiga o'ralgan materialimiz hisoblandi. To'rtinchi o'rinda melki detallar uchun, masalan, uning ichida masalan gaz, svarkani gazi deyishimiz mumkin, sim deyishimiz mumkin, yo bo'lmasa oyoqlarga qo'yib turgan probkalarimiz deyishimiz mumkin, yo bo'lmasa mixlayotgan mixchalarimiz deyishimiz mumkin. Общий hisob kitob bo'yicha ular melki bo'lganligi uchun asobiy bitta-bittadan yozib chiqmadik-da doskani to'ldirib, shuni общий hisob kitob bo'yicha 10 ming so'm rasxod yozib qo'ydik shunga. Karkasligimizga 10 ming so'm xizmat berdik. To'quvchimizga 50 ming so'm xizmat berdik. Общий xizmat hisob kitob bo'yicha bizda 172 ming chiqqan qiymat. Endi bundan misol uchun o'sha oilaviy bitta ikkita olamiz deganlarga 300 ming so'mdan hisob kitob qilyapmiz. Ko'p olganga masalan narxini 280 ming so'mgacha beryapmiz. Shuni hisobida bizga o'rtacha hisobda 100 ming, 120 ming atrofida donasiga foyda qolyapti. Bugungi darsligimiz shu bilan yakunlanadi. Ertangi darslarimizda biz o'sha yana ham boshqacha variant qilamiz. Sababi unda endi 6 kishilikka ketayotgan rasxodimiz qanaqa bo'ladi va undan qolayotgan daromadimiz qancha bo'ladi, shularni tushuntirib o'tamiz. Ertagacha xayr. Video manfaatli bo'layotgan bo'lsa, like bilan bizni qo'llab qoladirsizlar degan umiddamiz. Sizlar bilan Dima Inventor bo'ldi.